Student bolalar 3 ta tishlashda lavashimizni yeb bera oladimi? Urinib ko'ramiz. Urinib ko'rasizmi? Ha. Ketdik. Siz nima o'ylaysiz? 3 ta tishlashda shu bola lavashimizni yeb bera oladimi? Tayyormisiz? Tayyor. Boshlang. Birinchi ishlash bo'ldi. Ismingiz nima? Shohruh. Shohruxjon. Qayerda o'qiysiz? Jo'mada. Qayerda o'qiysiz? Hozir shu shaharda Tayyorlanyapsizmi biroz? Abituriyentisiz. Qaysi soha bo'yicha? koreys tili. Koreys tili. Koreyscha bilasiz? Ha. Yo'q. Shaurma qanday ekan? Mana ikkinchi ishlash ketyapti va ikkinchi ishlash ham bo'ldi. Shaurma san qanday ekan? Ajoyib. Yoqdimi sizga? Ha. Keyin shaurma suvlari sizni yutishingizga yordam beradi. Aytgancha bu yerda sizni reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Siz nima o'ylaysiz? Ukamiz yuta oladimi? Davay. Gap yo'q. Gap yo'q. Ko'rganlaringizdek ishtirokchimiz g'olib bo'ldilar. 3 ta ishlash lavashda yutib Mana 300 ming g'olib bo'ldilar. Qarang. Agar bizning Instagram sahifamizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, yana 50 ming so'm qo'shib beraman. Ko'rganlaringizdek obuna bo'lgan ekanlar va yana 50 ming so'm g'olibi bo'ldilar. Siz ham bizga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi ishtirokchi aniq siz bo'lishingiz mumkin.